Agar sifatli shubba kerak bo'lsa, to'g'ri shokga kelavering. Agar sifatsiz kerak bo'lsa, bu yoqqa kelib o'tirmang. Xo'p, yoqasi mexli shubbalarimiz, qo'li mexli shubbalarimiz umuman qolmagan edi. Hozir bulardan olib kelib qo'ydik, har xil svetkalardan. Glavniysi oqidan umuman qolmagan edi. Oqidan ko'p so'rashgan edi. Kelinlar uchun, qizlar uchun, o'rta yoshlar uchun juda ham zo'r variant. Ko'pchilik yoqtirib kiygan buni, bilasizlar. Uzunligi 70 santimetrlik ko'rayotganingizda yoqalariga mana shunaqa chiroyli mexlar qo'yilgan. Mexning rangini ko'rasizlar, oq bilan juda ham chiroyli tushgan. Kojniy belbog'lari bor, qo'llari yechiladi. Orqasini ko'rayotgan bo'lsanglar, orqasi belbog'lari mana shunaqa o'tgan. Ikkinchi anaqasiga o'tamiz, modeliga. Ikkinchi modeli polniy splashnoy. Splashnoy deganda tekis, bilasizlar-ku. Ko'p ko'rib bilib qoldinglar, hamma modellarni to'g'rimi? Uzunligi 70 santimetrlik, mana shu oldilari tekis bo'ladi. Skron yo'qda, orqalari ham tepa tekis. Kojniy buni ham belbog'lari bor. Belbog'ini olib tashlanglar bo'ladi. Belbog'ini bemalol qo'yib olsanglar bo'ladi, chunki ustidan o'tgan varianti bo'ladi. Kачествоsi, vishi kачествоsi ko'rayotganlaringdek. Bo'yalmagan glavnis, o'zining rangi, xudo xolisa maza qilib kiyasizlar. Buni ximchiskiga berishinglar shart emas. 5-6 yilda bitta bersanglar bo'ladi. Buni ko'pchilik o'ylaydi, oxiri kiyish qiyin, lekin kiysa bo'ladi, bemalol. 5-6 yilda bitta bersanglar yetadi. Narxi qiziq bo'lgan bo'lsa, plyus belgisini qoldirsanglar, narxini eshitishinglar bilan tezroq olib ketishinglarni tavsiya qilaman, chunki bulardan tez tugaydi.